Bugun 9-may xotira va qadrlash kuni bilan barcha o'tganlari joyi jannatda bo'lsin. Shu qatoridan TikTokda kecha o'tib qolgan Po'lat akamiz, ya'ni Tursunboy aka asl ismlari, sizlar taniydigan o'sha shashlik uchun, oilasini boqish uchun, yosh farzandlarini to'g'rirog'i qarib qolgan otasini, onasini boqish uchun sizlar ko'zlaringga yomon ko'ringan ba'zi bir insonlarni ko'ziga yomon ko'ringan, tortishgan. Po'lat akamiz ham oxirati obod bo'lsin. Barcha o'tganlarni haqqiga duo qilinglar. 9-may xotira va qadrlash kuni. Hamma o'tganlarni oxirati obod bo'lsin. Biz ham bir kuni yoki hozir yoki keyin yoki qachondir o'tamiz. Bu yolg'onchi dunyo do'stlar, shuni unutmaslik kerak. Chin dunyodan qo'rqinglar, yolg'onchi dunyodan emas.